Assalomu alaykum. Nodirbek Ismoilov kitobini DNK mavzusidagi 73-masalaga kelganmiz. Demak, 73-masalani birinchisidan ko'rishda davom etamiz. 73-masalamizda laboratoriyada deyapti, ikkita DNK molekulasi tekshirib ko'rildi. Demak, ikkita DNK molekulasini birinchi navbatda chizib olamiz. Adenin, guanin, sitozin, timin. Adenin, guanin, sitozin, timin. Adenin, guanin, sitozin, timin. Adenin, guanin, sitozin, timin. Va ikkala DNKning uzunligi bir xil ekan, 20,4 nanometr uzunlikda. Demak, keling buni bir yo'la bo'lib olamiz. 0,34 ga chiqadi 60. 2 ga ko'paytirsak 120 ta nukleotidi bor ekan bu DNKda. Tabiiyki bunda ham 120 ta nukleotidi bor. Ikkalasi ham bir xil nukleotidga ega bo'lgan DNK molekulasi, umumiy nukleotidlar soni albatta. Endi bizga ma'lumotlar berilgan, biz ma'lumotlardan foydalanamiz. Birinchi ma'lumotida aytayaptiki, bu birinchi DNKmiz, bu ikkinchi DNKmiz. Mana birinchi DNKmiz va ikkinchi DNKmiz. Ma'lumotlarni o'qishni boshladik. Ikkinchi DNKning ikkinchi zanjiridagi guanin nukleotidlari soni, mana guanin haqida gapiryapti. Birinchi DNKning birinchi zanjiridagi adenin nukleotidlar sonidan 0,5 marta katta. Xuddi bu nukleotiddan 0,5 marta katta deyapti. Agar biz adenin nukleotidini bitta deb oladigan bo'lsak, bular 0,5 tadan ekani, 0,5 tadan. Xuddi shu nisbatda turibdi. Va keling osonroq chiqishi uchun 5-ma'lumotga qaraymiz. Odatda bunaqa masalalarni ma'lumotlarni orqadan o'qib foydalanib kelish, ma'lumotlardan foydalanib kelish maqsadga muvofiq, chunki ko'pincha kalitlarni oxirgilarga beradi. Shuning uchun hozir 5-ma'lumotdan foydalanamiz. 5-ma'lumot aytayaptiki, o'zi boshidan ishlab ketsam bo'ladi, boshdagi ma'lumotlardan, lekin bizga qulaylik yaratadi orqadan ma'lumotlarni o'qib kelsak. 5-ma'lumoti ikkinchi DNKning birinchi zanjiridagi adenin nukleotidlari soni. Mana u adenin nukleotidlarini aytibdi. Birinchi DNKning birinchi zanjiridagi adenin nukleotidlari sonidan 2 marta ko'p. Demak, bularni ikkitadan olamiz ekan. Bulardan 2 marta ko'p bo'lishi kerak. Va keyin yana ikkinchi ma'lumotdan foydalanishda davom etamiz. Birinchi DNKning ikkinchi zanjiridagi sitozin nukleotidlari soni, mana sitozin nukleotidlari haqida gapiryapti. Ikkinchi DNKning birinchi zanjiridagi adenin nukleotidlar soniga teng. Ikkinchi DNKning birinchi mana ular soniga teng deyapti. Demak, bular ham ikkitadan ekan. Xo'p. 3-ma'lumotimiz. Birinchi DNKning ikkinchi zanjiridagi adenin soni ikkinchi DNKning ikkinchi zanjiridagi adenin nukleotidlari sonidan 1,5 marta ko'p. Mana undagi nukleotidlar bundan 1,5 marta ko'p deyapti. Lekin qarang, bunga 1 qo'yib, bunga 1,5 qo'ysak xato qilamiz. Sababi bular mana ularga nisbatan hali aytilmayapti. Masalan, hozir buni 1 qo'yadigan bo'lsak, bu bilan teng qilib qo'yamiz, unda unaqa ma'lumot yo'q. Shuning uchun bularni x olamiz. Ikkalasi ham ma'lumot yo'q hozir. Bularga bog'lagan ma'lumot yo'q. Buni ham x olsak, buni demak 1,5 x olamiz. Buni ham 1,5 x olamiz. Xo'p, endi keyingi ma'lumoti, oxirgi ma'lumot qoldi adashmasam. Yo'q. Keyingi ma'lumoti ekan oldi. Ikkinchi DNKning birinchi zanjiridagi guanin, mana guanin haqida gapiryapti. Soni ikkinchi DNKning birinchi zanjiridagi guanin, mana guanin aytyapti, uzr. Ikkinchi DNKning birinchi zanjiridagi guanin soni birinchi DNKning birinchi zanjiridagi guaninlar sonidan, mana guaninlar sonidan 1,25 marta 25 marta ko'p deyapti. Bu bundan 1,25 marta ko'p degani 2,5 ga teng degani. Ya'ni 2 ni 1,25 ga ko'paytirsak 2,5 chiqadi. Xo'p, endi oxirgi ma'lumotim endi
birinchi DNKning ikkinchi zanjiridagi guanin, mana guanin haqida gapiryapti. Ikkinchi DNKning ikkinchi zanjiridagi guaninlar sonidan 1,5 marta ko'p. Demak, buni 1,5 ga ko'paytirsak 0,75 chiqadi. Bu ham 0,75. Do'stlar, demak, ma'lumotlardan to'liq foydalandik deb o'ylayman hozircha. Va endi biz hozir nima qilamiz? Biz hozir qiladigan ishimiz mana bilan buni teng degan ma'lumotdan foydalanib, nukleotidlar soni ham uzunligi ham teng bo'ladi-yu. Lekin bizda hozir teng emasda, qarang, 3,75 va bu noaniqlik bor. Shu noaniqlikni aniqlash uchun yana x topib olamiz birinchi. Ikkalasi ham teng degan ma'lumotdan. Ya'ni bitta zanjir ham teng bo'ladi, ikkala zanjir ham teng bo'ladi. Keyin bitta zanjirdan ketamiz. 1 plus 2 plus 0,75 plus 1,5x teng bitta zanjirga 2 plus 2,5 plus 0,5 plus x ga teng. Bu yerda x'imiz chiqadi. Demak, 5 3,75 ayirmasi 1,25. Buni ayirmasi 0,5 x teng 1,25 x teng 2,5. X'imiz 2,5 chiqdi. Demak, ana endi qo'ysak bo'ladi. Bu tomon 2,5, bu tomon ham 2,5. Demak, o'z-o'zidan 2,5 ni 1,5 ga ko'paytirsak 3,75 bo'ladimi? 2,5 ni 1,5 ga ko'paytirsak to'g'ri. 3,75 bu tomonda, 3,75 bu tomonda nukleotidlar bor. Endi xuddi shu ma'lumotlardan foydalanib hammasini topsa bo'ladi. Bizdan so'rayotgan narsasi birinchi, ikkala DNKdagi jami adenin nukleotidlari sonini toping. Ikkala DNKda menimcha bitta proporsiya qilsa ham chiqadi. Qarang. Jami nukleotidimiz bu tomonda 7,5. Demak, 15, 7,5, 15 tadan nukleotidlar soni. Agar xuddi shu holatda 15 tadan 30 ta nukleotid bo'lganda, adenin nukleotidi bitta 3,75. 4,75 ta bu tomonda, adenin nukleotidi 4,75 ta bu tomonda va bu tomonda 4,5 ta. 4,5 ta bu tomonda bo'ladi. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 9,75 chiqadi. Demak, 9,25, to'g'rimi? Demak, 4,5 ni qo'shamiz 4,75 ga. 9,25 ta demak adenin bor ekan. Jami ikkalasi nukleotid 30. Bizda jami ikkalasidagi nukleotid 240 ta bo'lgandachi deb savol bersak, 240 ni ko'paytiramiz 9,25 ga bo'lamiz 30 ga. Va bizda 74 ta adenin bor degan javob to'g'ri keladi. Mana adeninlar soni 74 ekan. Bu javobimiz A javobga to'g'ri kelyapti. Va qolganlarini ham xuddi shunaqa holatda chiqarsak bo'ladi. Adenin, timin, sitozin. Keling, mayli chiqarib qo'yamiz. Kichkina B savolida so'rayaptiki, birinchi DNK tarkibidagi adenin va timin, va sitozin nukleotidlarining yig'indisini aniqlang. Birinchi DNKdagi. Demak, bu yerda guanin hisobga olinmasin deyapti. Mana bu birinchi DNKdagi guanindan tashqari boshqalarning sonini toping deyapti. Bu juda ham oson. Agar 15 ta nukleotid bo'lganda edi, guanindan tashqari demak 15 tadan 2,75 ni ayirib qo'yamiz. 12,25 ta demak adenin, sitozin, timin bor edi. 25 ta, 25. Bizda 120 ta nukleotid bo'lganda-chi mana. Desak, demak ko'paytiramiz 120 ga bo'lamiz 15 ga. 98 ta degan javob ham chiqadi. 98 ta kichkina B savolini javobi ham chiqdi mana. Ikkinchi javobimiz ham chiqdi va uchinchisi
Ikkinchi denka tarkibidagi jami vodorod bog'lar soni, mana undagi jami vodorod bog'lar soni birinchi denka tarkibidagi timin nukleotidlar sonidan nechta farq qiladi? Birinchi denkada adenin o'zi nechta, timin nechta deyilganda mana 15 ta bo'lganda nukleotidimiz, timinimiz 4,75 ta edi. Agar 120 ta bo'lgandachi deb savol bersak, 38 ta demak adenin chiqadi. Timin. Adenin ham xuddi shunaqa albatta. 38 ta timin sonini topdik. Bundagi endi vodorod bog'larining sonini topib, bundan ayirsak javob chiqadi. Bundagi vodorod bog'lar 15 ta nukleotid bo'lganda vodorod bog'lar soni jami 18 ta. Chunki mana jami guanin yositazinni qo'shib qo'ysak chiqadimi? Guanin yositazin soni 3 ta, 15 ga qo'ysak 18 ta vodorod bog'i bor. 120 ta bo'lgandachi deb savol beradigan bo'lsak, 120 ni ko'paytiramiz, 18 ga bo'lamiz 15 ga. 144 ta vodorod bog' bor bu denkamizda. Timin bilan ayirmasi esa 38 dan ayiradigan bo'lsak 106 chiqadimi adashmasam? 106 ta degan javobimiz ham 3-chi javobimiz ham chiqdi. Bu 73-masalani yechimi edi. Va biz 74-masalaga o'tamiz. 74-masalani birinchisi. Uchta denka fragmentida jami 820 ta nukleotid bor bo'lib, ular quyidagicha joylashgan. Demak, uchta denka molekulasini chizib olamiz. Adenin, guanin, sitozin, timin. Adenin, guanin, sitozin, timin. Ikkinchi adenin, guanin, sitozin, timin. Adenin, guanin, sitozin, timin. Va uchinchisi adenin, guanin, sitozin, timin. Adenin, guanin, sitozin, timin. Uchta denka molekulasini chizib oldik. Xo'p. Va ma'lumotlar berilgan. Biz ma'lumotlardan foydalanayotganda keling birinchi nukleotidlari soni teng bo'lgandan ketsak osonroq bo'ladi. Menimcha bizga qarang. Oxirgi ma'lumotlardan bitta oldingisi ma'lumotni o'qiydigan bo'lsak, birinchi denkaning birinchi, ikkinchi, uchinchi denkamiz, birinchi, ikkinchi, uchinchi denkamiz. Jami hammasida 820 ta nukleotid bor ekan. Endi o'sha oxirgi ma'lumotning bitta oldingisini ko'ra olamiz. Birinchi denkaning ikkinchi zanjiridagi sitozin deyapti. Birinchi denkaning ikkinchi zanjiridagi sitozin haqida gapiryapti. Keyin ikkinchi denkaning birinchi zanjiridagi adenin. Ikkinchi denkaning birinchi zanjiridagi adenin. Va uchinchi denkaning ikkinchi zanjiridagi guaninlar soni nisbati 1-1-1. Demak, keling bularni x olamiz. Buni ham x olamiz, buni ham x. Hammasi demak x nisbati, ya'ni bir xil nisbatda turibdi. Xo'p, endi oxirgi ma'lumotlarda foydalanishni davom etamiz. Oxirgi ma'lumoti birinchi denkaning birinchi zanjiridagi guanin, demak xuddi shu guaninni aytyapti. Ikkinchi denkaning birinchi zanjiridagi timin, mana bu timinni haqida gapiryapti. Va uchinchi denkaning ikkinchi zanjiridagi sitozin larni o'zaro nisbati 2-3-4 nisbatda turibdi ekan. 2-3-4 nisbatda turibdi ekan. Xo'p. Mayli. Demak, buni 2 deb oladigan bo'lsak, shu x'imizni 2 barobar ko'p. Timinimiz bundan 2 ga 3 nisbat desa, bu timinimiz bundan 1,5 marta ko'p ekan. To'g'rimi?
Bu 3, bu 2 bo'lsa, demak 1,5 x bo'ladimi? Bu ham 1,5 x bo'ladi. Va buni nisbati 4 deyaptimi? Demak, bunga nisbatan 2 barobar ko'p. 2x bo'ladi. Bu ham 2x bo'ladi. Xo'p. Yana ma'lumotlardan foydalanishda davom etamiz. Oxirdan kelyapmiz demak. Keyingisi ikkinchi DNKning ikkinchi zanjirdagi guanin. Birinchi ma'lumot mana u haqida deyapti. Ikkinchi DNK haqida gapirilyapti, birinchi esingizdan chiqmasin. Ikkinchi DNKning ikkinchi zanjiridagi guanin birinchi DNKning birinchi zanjiridagi sitozin. Demak, bu birinchi bu haqida ma'lumot bo'lyapti va uchinchi DNKning ikkinchi zanjiridagi guanin. Uchinchi DNKning ikkinchi zanjiridagi guanin mana bu guanin haqida gapiryapti. 4, 3, 5 nisbati deyapti. Demak, birinchi bu 5 nisbat bo'lsa, bu 3 nisbati deyapti va bu 4 nisbati deyapti. Birinchi bu haqida gapirdi. 5, 3, 4 to'pa-to'g'ri. Endi demak buni 4 oladigan bo'lsak, ya'ni 5 ni 4 ga bo'lsak 1,25x bo'ladimi? Bu ham 1,25x bo'ladi. Ya'ni 1,25 marta katta-da bu. Endi bu 4 bo'lganda 3 bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 4 ni 3 ga bo'lib yuboramiz. 3 ni 4 ga bo'lib yuborsak, bu 0,75x bo'ladi. Bu ham 0,75x bo'ladi. Va yaxshi, endi va nihoyat keyingi ma'lumotga o'tamiz. DNK fragmentlarining uzunliklari o'zaro nisbatda. Endi bu nisbat bizga nima uchun kerak? Mana nukleotlarni ajratib berish uchun. Qarang. 9, 15, 17. Jami 41 bo'lganda shunaqa nisbat edi. Uzunlik bilan nukleotid soni bir xil ketaveradi. 8, 20 ta bo'lganda, demak taqsimlaymiz. X, Y va Z qilib topa oladigan bo'lsak, hammasini nukleotidlar soni chiqadi. Demak, 820 ni 90 ga ko'paytirib, 9 ga ko'paytirib bo'lamiz 41 ga. 180 ta jami bunda nukleotid bor. Bu DNK'mizda jami 180 ta. Bunisida 820 ni ko'paytiramiz, 15 ga bo'lamiz 41 ga. 300 ta, demak bunda nukleotid bor ekan. 820 ni ko'paytiramiz, 17 ga bo'lamiz 41 ga. 340 ta bunda nukleotid bor ekan. Bu ma'lumotdan ham foydalandik. Va keyingisi 3-chi DNKning ikkinchi zanjiridagi adenin. Gap 3-chi DNK haqida ketdi. Demak, mana bu adenin haqida ketdi. Birinchi va ikkinchi DNKning ikkinchi zanjiridagi timin. Ikkinchi DNKning ikkinchi bu DNK haqida gapirildi. Ikkinchi timin haqida. Va birinchi DNKning birinchi zanjiridagi timin. Birinchi DNKning birinchi zanjiridagi timin. Mana bu timin haqida gapirildi. Nisbati 6, 2, 3. Bu tomondan ketamiz. 6 bu ekan. 6, 2, 3. Demak, buni 2 olish kerak ekan. Bizda 1x turibdi. Demak, bu 3 bo'ladi. Bu 2 bo'lganda 6 edi. Bu 6, 2, 3 edi. Demak, bu 1 oldik, u 1x oldik. Shuning uchun 3x bo'ladi. Bu ham 3x bo'ladi. Endi bu tomondachi. Agar 2 bo'lganda bu tomon 3 midi? Endi bu tomonni 1x bo'lganda buni 1,5x olamiz. 1,5x oldik. Va birinchi ma'lumoti, birinchi DNKning birinchi zanjiridagi adenin
Mana u adenin haqida gapiryapti. Ikkinchi DNKning ikkinchi zanjiridagi guanin sitozin mana uni haqida gapiryapti. Va uchinchi DNKning ikkinchi zanjiridagi timin soni nisbati o'zaro 1:2 deyapti. Ya'ni keling buni endi y olamiz. Bu ma'lumotni aytganimizdek bularga bog'langan joyi yo'q. Shuning uchun buni y olamiz, buni ham y olamiz. Bu endi 3y bo'ladimi? 3y olamiz, buni ham 3y olamiz, buni 2y olamiz va 2y olamiz. Xuddi shuni endi ma'lumotlardan to'liq yana foydalandik. Bunda ham bizda mana bu nisbatlar bor. Xuddi shulardan foydalangan holda x y ni qo'yib ishlasak bo'ladi menimcha. Keling mana bu ikkalasiga qilsak ham bo'ladi. Buni ikkalasiga farqi yo'q. Demak, ikkita DNKmizga qarang. Bitta zanjirga nisbatan olsak ham bo'ladi. Mana bitta zanjirga. Bu yerda x'imiz 1x 0.75 hammasini qo'shib yuboradigan bo'lsak 3.25 bo'ladi. 1.5 da 0.75 va 1 ni qo'shsak bu tomonni o'zi 3.25x plus y. Mana uni ham qo'shib yubordik. Buni yarmi 90 ta. Chunki bitta zanjir aytilyapti. Va bunga nisbatan qilsak ham bo'ladi. Bu tomonda x'imiz demak 2,5 va 3.75x plus y'imiz 3y teng 150 ga. Yarmi bu. 3 ga ko'paytirsak ham bo'ladi menimcha. Bunga ko'paytirsak 9.75 x plus 3y teng 270. Bu qator ketdi. Bu bilan bu ham ketdi. 6x teng ayirmasi 120 chiqadi desam. 120 x teng 20. Endi x'imiz 20 chiqdimi? Y'imiz o'z navbatda ne chiqadi? 20 ni 3.25 ga ko'paytirib, 20 ni ko'paytiryapmiz. 3.25 ga ayiryapmiz 90 dan. Demak, y'imiz 25 chiqadi. Mana ma'lumotlarimiz chiqdi. Endi bizdan nima so'rayapti? Bizdan so'rayotgan narsasi birinchi savolda birinchi DNKdagi vodorod bog'lar sonini toping. Mana undagi vodorod bog'lar sonini toping. Menimcha qiyin emas endi. Jami nukleotidimiz 180 ta. Bunga yo guanin yo sitozinni qo'shib bersak bo'ldimi? Qo'shib beramiz. Guanin x'imiz ne chiqdi? 20. Demak, guanin 20 ta bu tomonda va 20 ni ko'paytiramiz 0.75 ga. 15. Bu 15, bu 20 ekan. Va jami 35. To'g'rimi? Chiqadi. 215 ta jami vodorod bog' chiqadi. Kichkina savolning javobi. Chunki men x'imiz chiqdi-yu 20. 0.75 ni 20 ga ko'paytirdik va 20 ni qo'shdik, 35 bo'ldi. Jami nukleotidga qo'shib qo'ydik, 215 ta jami vodorod bog' chiqdi. Va keyingi savoliga javob. Keyingi savoli ikkinchi DNKdagi barcha adenin, guanin, sitozinning yig'indisini toping. Ikkinchi DNK haqida gapiryapti. Timin hisobga olinmasin ekan. Menimcha qiyin emas. Buni ham joyiga qo'yamiz. Jami nukleotidimiz timin hisobga olinmasin. 300 dan ayiramiz. Shuni timinni ayirib qo'ying. X'imiz 20 chiqdim. Bu 20 bo'lsa, bu tomonda 30 bo'ladi. 1,5 ga ko'paytirsak. 30 bilan 20 50.
300 dan 50 ni ayirib qo'ysak 250 degan javob chiqadi. Demak, birinchi javobimiz savolimiz javobi, ikkinchi savolimiz javobi chiqdi. 74-masala ham chiqdi. Va nihoyat